Kaka jahon futbolidagi eng noyob o'yinchilardan. U braziliyalik, lekin tabiati mutlaqo vatandoshlariga o'xshamaydi. O'ta e'tiqodli yigit, odobli va mard fe'li bilan barchaning yoqimtoyiga aylanib ulgurgan. 18 yoshida basseynda qoqilib tushib boshi yorilgan va bu dard bilan o'limning yoqasiga borib kelgan iqtidor egasi umrining qolgan qismini o'ziga berilgan qo'shimcha umr deb hisoblab yashadi va shunga yarasha xayr va ehsonlarda qatnashdi. Odamlarni faqat yaxshilikka chorladi. Futbolda ham uning o'yinlarini eslaganimizda asosan chiroyli reydlarini, kulib turganini, finallarni bir o'zi yengib berganini eslaymiz va boshqalarga futbolda ham odobli yigit bo'lib qolish mumkinligini isbotlagan namuna egasi sifatida xotirlaymiz. Kaka, senga rahmat. Milandagi super o'yinlaring uchun, Realga kelib jamoaning mavqeini oshirib berganing uchun, o'nlab jarohatlarga qaramasdan maydonga qayta berganing uchun va yoningda biz uchun bo'lsa ham Messi va Ronaldoni oltin to'p olmagan holda senga boqib turganini namoyish etib berganing uchun ham tashakkur. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Bilamiz, sen Milanga yana qaytib kelganingda hammasi boy berilgan edi. Ko'zlaringda yoshlar oqqanini ko'rdik. Xuddi Shevchenko singari porlagan maskaningdan bekorga ketganingni anglab yetdik. Ammo endi kecha. Mayli, bu holat ko'pchilikning boshiga tushgan. Sen ranjima, chunki yosh futbolchilar kimdan ko'proq o'rganishimiz kerak deb so'rashganida futbol ustozlari seni ko'rsatishadi. Axir yashil maydonda futboldan ham ustunroq tuyg'ular borligini sen orqaligina tushuntirish mumkin xolos.